Chortoq nafaqat o'zining shifobaxsh suvlari, balki endilikda yilning barcha fasllariga xizmat ko'rsatuvchi zamonaviy sayyohlik markazi sifatidagi yangi qiyofasi bilan ham dunyoni hayratga solishga hozirlanmoqda. Davlatimiz rahbarining viloyatga tashrifi chog'ida berilgan topshiriqlar ijrosi bugun tumanning har bir go'shasida bunyodkorlik nafasi bo'lib aks sado bermoqda. Yirik loyihalar markazida Jahon banki bilan hamkorlikda o'rta shaharlarni rivojlantirish dasturi turibdi. Mazkur maqsadlar uchun 50 million dollar mablag' yo'naltirilgan bo'lib, bu Chortoq infratuzilmasini tubdan yangilashga xizmat qiladi. Loyihaning eng muhim nuqtalaridan biri Furqat nomli madaniyat va istirohat bog'idir. Tez orada ushbu maskan hududi qariyb 2 barobarga kengaytirilib, tuman ko'rkiga ko'rk qo'shuvchi yaxlit turizm maskaniga aylantiriladi. Chortoq tuman markazida joylashgan Furqat nomidagi madaniyat va istirohat bog'i bir necha yillar davomida xaroba holatga aylanib qolgan edi. Lekin qisqa fursat ichida bu joy tumanimizdagi eng ko'rkam va obod go'shaga aylantiriladi. Bugun ana shu xayrli ishlarning amaliy bosqichi Furqat bog'idagi rekonstruksiya jarayonlari jadal davom etmoqda. Ma'lumot o'rnida aytish joizki, umumiy qiymati qariyb 35 milliard so'm bo'lgan ushbu loyiha Qurilish Ziyo Building mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan amalga oshirilmoqda. Zamonaviy dizayn va milliy an'analar uyg'unligi bog'ning asosiy mezonidir. Bog' hududidagi ishlar bilan tanishish maqsadida biz bu yerdagi quruvchi mutasaddilardan biri Muhammad Qodir akani suhbatga tortdik. Hozirda umumiy ko'lni betonlashtirish ishlarimiz ketyapti. Birinchi qilingan ishimiz geomembrana, geotekstillarni solib, armatura karkaslarni qo'yapmiz. Oxirida betonlashtirish pardoz ishlarimiz bo'lyapti. Kunlik asosiy 75-80 ta odam ishlayapti. 10 ta texnika ishlayapti. 2 mahal issiq ovqat bilan ta'minlanyapti ishlarimiz. Quvurlar yotqizish ishlarimiz bor. Avtodrom, workoutlar bolajonlarga, yozgi amfiteatr qurilyapti. Bu maydonlarda nima ishlar amalga oshirilyapti? Bu maydonlarda qurilish ta'mirlash ishlarimizdan tashqari ko'kalarimizni orlashtirish va dizaynimizga alohida e'tibor qaratganmiz. Alohida dizaynerlarimiz bilan hamohang ishlayapmiz. Manzarali daraxtlar ekish rejalashtirganmiz. Shu daraxtlarni sug'orish uchun mana ko'rib turgan oq turbalarning, PVH turbalarining tomchilash sug'orish texnologiyasi. Xulosa o'rnida aytish mumkinki, ertangi Chortoq barcha fasllarda sayyohlarni o'z bag'riga chorlovchi, infratuzilmasi mukammal va yashil makonga aylangan yirik sayyohlik o'chog'iga aylanadi. Zero bugungi har bir g'isht ertangi farovonlik poydevoridir. Chortoq shahrimizdagi ana shu istirohat bog'i oldin juda ham abgor ahvolda edi. Prezidentimizni, viloyat hokimimizni, tuman hokimimizni sa'y-harakatlari bilan bog'imizga yangi ikkinchi umr bag'ishlab, boshqatdan juda katta rekonstruksiya ishlari boshlab yuborildi. Bog'imiz mehmonlar va Chortog'imiz aholisi uchun kelib dam olish maskaniga aylanadi.